Azizlar, dunyoda Tibet degan xalq bor. Mana shularda tabobati dunyoga juda ham mashhur. Tibet lamalari, ya'ni ruhoniylari orasida 150, hatto 200 yil yashaydiganlar ham bor ekanda. Buni siri nimadan iborat? Biz endi mana Shifo degan gazetada bu haqida juda ham ko'p ma'lumotlar berganmiz va o'zimiz ham juda qiziqamiz. Shu maqsadda biz o'tgan yili tibetliklar yashayotgan joylarga borib, ularning o'sha uzoq yashash sirlarini o'rganib kelishni nasib qildi. Ajoyib bir mashqlar bor. 5 ta mashq deb ataladi va bilasizlarmi, u nimasi qiziq? Mana shu mashq jahonda mo'jizakor mashq deb atashadi. Ruslar uni shedevr deydi, bizda javohir deymiz. Mana shu mashqlar shu qadar mo'jizakorki, har qanday odamni hamma kasalliklardan tozalab, insonni 20-30 yoshgacha yoshartiradi. Qisqacha mazmuni, buni siri nimada mo'jizakorligi? Insonni, har bir insonda Alloh shunday yaratgan, mana atrofida mana shunaqa aura, maxsus bir o'rama o'rab turadi. Agar har bironta inson biron joyda kasal deb aytdimi, demak u odamda mana shu aura shunaqa yemirilish bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Mana orada yemirishlar. Mana shu yemirishlar orqali insonga kasalliklar kirib kelib, insonda kasalliklar. Qaytarib aytaman, kimda kim kasalman deyapti biron joyda, demak unda mana shu aura yemirilgan. Tibetliklarning mashqlari mana shu aurani qaytadan tiklab, mana shu holatga keltiradi. Siri mana shunday bo'ladi. Yana bitta joyi, insonda ular aytadi, 7 ta o'rama bor. Mana shu rasmga e'tibor bersangiz, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta o'rama. Har birining nomi bor. Mana shu mashqlar mana shu o'ramalarda o'z holatiga tikladi. Mana shu tiklangandan keyingina inson sog'lom bo'ladi. Endi buni qisqa variantda o'rganish juda ham qiyin. Biz mana shularni odamlarga o'rgatish maqsadida mana Shifo gazetasi qo'shida Toshkentda maxsus Tibet mashqlari markazi ochganmiz. Kim qiziqsa shunga, kasalliklardan qutulaman desa, muhimi yosharaman desa, marhamat bizga quyidagi telefonlarga qo'ng'iroq qilinglar, kelinglar, mana shularni sizlarga axirigacha o'rgatamiz. Sizlar ham soppa-sog' va yosh bo'lib yurishlaringiz mumkin.